Akalar, mana xudo xolasa tandirimizni ichini ko'chirib oldik. Tandir o'zi uqalanib ko'chib qoluvdi. Hozir bir yo'li noldan ko'chirib oldik. Hozir mana boshqatdan shu oladi. Faqat ichini remont qilamiz, tashlariga tegmaymiz. Faqatgina shu ichini ko'chirdik hozir. Endi boshqatdan yana silliq qilib, beton sement qilib chiqiladi. Hozir bunga nima qanday qilinadi, rastvor qanaqa tayyorlanadi, hozir ko'ramiz sizlar bilan. Sergey aka, homiylar. Usta akalar, hozir bu yerga nima bo'ldi hozir bu? Usta aka? 2 qop sement. 2 qop sement. Qaysi marka? 500 euro. 500 euro. И anaqa bo'lish keyin mana luksdan qo'shiladi. Luksdan bir qopmi? Yo'q, 2 qop luks qo'shiladi. Keyin terdagi sariq qopdan 1 qop qo'shiladi. Sariq qopdan 1 qop. Mana shunda bitta loyiha qilib, keyin tandirni bitta shu yuborsangiz, Aha. yana ishlab yuraveradi, bir oy. Bo'ldi gapi. Hozir mana shu yetami hammasi, ko'plik qilmaydimi? Yo'q, bu yetmaydi. Yana ozgina qilamiz. Yana ozgina qilinadi. Katta shuni. Akalar, shuni hozir harakat ketyapti. Rastvor qilinyapti. Xudo xolasa shunga surtiladi. Bu tandirimiz 100 talik, ma'lumot uchun 280 grammlik nonlardan 100 ta sig'adigan 100 talik tandirimiz. Hozir xudo xolasa rastvorlar qilib, suvlar qo'yib boshlanadi inshaalloh. Mana nima qo'shadi desanglar, mana ko'rishlar mumkin. Shundan qo'shilar ekan. M500